Hop, bugungi obzorimizda sondiq, spanligan tur, yana boshqa spanligan turlarimiz arzonlarni qo'yamiz. Spanlikda o'zlari ham bor, ikkitali senilardi. Assalomu alaykum, hurmatli Arzidim YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugun xudo xolasa mana shu bittalar hammasini obzor qilamiz. Videoni boshida like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada oxirida fikrlaringizni qoldirib ketsangiz mayli. Rahmat. Xursand bo'lardik. Ko'pchilik zo'r obzor bo'lyapti deyapti. Xursand bo'lib, yana obzor qilyapmiz. Kamchiliklar bo'lsa ham aytib olishlaringni so'rab qolardim. Nima deydi? Tanqid bas, taklif deganda qanaqa narsa bo'lsa zo'r bo'lardi. Xo'p, aka qaysi birlardan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Xo'p, shkafimizdan boshlaymiz. Razmeri 235 ga 220 bo'ladi. 235 ga 220. Seflari bo'ladi. Ukajon mana seflari kalit hamma yo'q ishlaydi. Buni qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bir kunga qolmay sotilib ketyapti. Xudo xolasa uylarga beramiz. Ellar shuniki bo'ladi mana manetlari ham. Kengina bo'ladi. Plafonlarni ulasa yonadi. Xudo xolasa yonadi. Xudo xolasa buni narxini ukajon 1.800.000 qilib beramiz. 1.800.000 so'm shkaf. Xo'p, trimosi bor xohlashsa. Agar trimosini qo'shib olaman deganlarga 600.000 so'mga beramiz trimosi. Trimosi 600.000 so'm plyus. Siz chang mana unisini faqat bitta art borilsa bo'ldi. Aybi shu. Endi bu narsalarda tezda sotilib ketadi deganlarning sababi Telegram kanalimiz bor. Sotish va sotib olish. Telegramda qidirsangiz chiqadi. Yo topolmasangiz, mana shu yerda YouTube bo'lmasa, описаниесida ham qoldirib qo'yamiz. Akam rossiyskilarga ham ko'pchilik qiziqadi. 180 bo'ladi. 180lik, 1.5 bo'yi. Buni 700.000 so'm qilib beramiz. Bu 700.000 so'm. Men ko'rdim, mana shu yerda ochilar ekanda, mana qarang. Mana. Bunaqasiga ochilar ekan. Gap yo'q. Narigisi-chi aka? Bular 450 dan qo'yib 400 dan beramiz. 400.000 so'mdan bittadan. 1.5 ga 90 bular. Knijni antevaga ilib qo'yadiganlar bor. 150.000 so'm bular. Xo'p. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa? Mana. Kreslolarimiz. Divani o'rta turibdi. Bular narxini 1 million so'mga beramiz. Divani kreslolari-yu. Yo'q, joylari yo'q. Mana bunisi divani bo'ladi. 1 million qanchaga aka? 1 millionga beramiz. 1 million so'mga beramiz. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, hozir akamga telefon qilib qolishdi. Ungacha mana bu yerda bitta uzalib, bitta boshdan boshlanadi. Xo'p, endigi navbatimiz spanli garniturlarga. Bu birinchisi bo'lsa, bunisi ikkinchisi bo'ladi mana. Bitta ko'rasizlar, sonda joylarda ham aytib ketamiz. Bitta mashinasidan boshlab ketaylik, yangi matraslar bilan. Ortopedskiy matras. Ortoped matras, ikki taraflamali. Aha. Razmerlari 1.72 bo'ladi. 1.72. Alimenli bo'ladi. Mana ularga ham e'tibor berishadi mana. Mana alimenli. Profilli. Profilli bo'ladimi? Mana ularda ham xuddi shunaqa. Kepufesi bor buning. Stulchiga bor, bonusiga. Bu 120 ga 180 bo'ladi. 120 ga 180. Bunisi 50 ga 40 bo'ladi. 50 ga 40 bo'ladi. Bo'yi 45. 220 bo'ladi shifani. 220 ga 220 shkafimiz. Oldilari akril, o'rtasi polka. Ikkita keyin mishelka bo'ladi. Akril bo'ladi buni. Akril. Ochilib yopilishlari zo'r, xudo xolasa. 4 millionga beramiz. Xo'p, shkafi, trimosi, divan, yangi matraslar bilan, ikkita tumbalari bilan, pufiki bilan 4 million so'm. Bemalol pastda nomer bo'ladi, bo'lmasa Telegram kanalimizda bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Endi 6 xonali shkafimiz bor mana. Arzonchiroq so'raganlarga spanli garnitur arzonroq beramiz, xudo xolasa bunisini. 6 xonali. Buni ham o'rtasi polga, kichikasi vishilka bo'ladi. 240 ga 210 bo'lyapti. Xo'p, endi uni trimosi bo'lyapti. Ishlari ham yaxshi, xudo xolasa. Trimolari ham yaxshi holatda. Ochib yopib ali bemalol ishlatadigan narsa, xudo xolasa ali. Kanalingiz nomi nima? Arziydi aka. Xo'p, mana yerda endi divani bor. Divani yangi matraslar bilan. 1.70 ga 210 razmeri, tumbalari ham joyida. Xo'p, buni narxi nechta bo'ladi? Buni narxini 3 millionga beramiz. Xo'p, shkaf, ikkita tumba, trimosi, mana shkafi 3 million so'mga beriladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilib qolasizlar. Sondiq bor, ikkita yangidek sondiqlar bor, xudo xolasa. Mana. MDFli bo'ladi. Ichlarini ham qarang. Pokiz odam ishlatgan olib maza qilib ishlatiladigan. Maza qilib ishlatishadi. Ko'p narsalar chiqolisini qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, sondiq. Ko'pchilik set to'plagani deyapti, mana shunaqa narsalarni olinsa Oldi mana. ham ochiladi. Oldisi ham ochiladi, buni haqiqatdan. Bunisi 600.000 so'm. 400 mingga beramiz. Bunisi 400 mingga beriladi. Xo'p, endi bitta
ugolovkda bunaqa peshda bo'lmasa tekis qilib olsangiz ham bo'laveradi. Xonlari ham chiroyli ekan. 3 ta pufigi bor yonida. Bosilgan, netgan joylari yo'q. Holatlari yaxshi. Sustainalari zo'r. Xonni ham oyoqlari bunaqa chayon oyoqlidan bo'ladi. MJF material. Xo'p, necha pul aka bu? Buni razmerlari qaysi birinchi razmerni aytib qo'ying. Razmeri xo'p bo'ladi. 230 bo'ladi. 230. Bu ham 230. 230. 75 ga 180 xona bo'ladi. 3 ta pufigi bor. Buni narxini 2 millionga beramiz. Shu turishi 2 million so'm. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib bering. Ha, senligimiz bor ekan-ki. Matras yangi. Taylari dispi. Taylari dispi MDF materialda. Mana. Razmer necha? Qaysi buni 70 ga. Buni 70 ga 220. Matrasni o'zi. Uzunida, eng uzuni, belikanligi Ha, shunaqasida. 1 millionga beramiz. 1 million so'mga mana shuni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Arziydimi yo'qmi? Mana yerda ham yana bitta bor, xohlasangiz bundan ham olishingiz mumkin. Buni ham matraslari yaxshi. Ortoped matras bilan. Tomonlama bo'ladi, bemalol ko'rishaveradi. Bu 180 ga 2 bo'ladi. 180 ga bo'yi 2 metr. Bu 2 bo'yi, eniga enliroq 180 ekan. Buni narxi necha? Buni ham 1 millionga beramiz. Bunisi ham 1 million so'm. Endi bunaqa shina uy degan logotiplar bilan mana mebel bor. Xona bor. O'zini ko'rinishi mana. Ko'rasizlar, sustainasi yaxshi, yirtilgan, netgan, cho'kkan joylari yo'q. Buni narxi necha pul? 3,5 metr bo'ladi. 3,5 metr uzunligi. Pampers prujina ularga mana shular. Yaxshisidan pampers prujina. Tuzoqdan ham ko'rsatdi. 3,5 80 ga 270 xona. 80 ga 270. Ofislarga zo'r tushadi. Ofislarga xudo xolasa. Chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa. Necha pul aka bu? Buni ashi bu 2 ga bo'linadi. Xonasini 1,5 millionga beramiz. Shu turishini 1,5 million so'mga beriladi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xonda tagida ham bunaqa polchalari bor. Endi bizda qoldi. Mana yerda bitta spalniganlik turimiz qoldi. Videoda oxirigacha ko'rayotganlar bo'lsa, и stenka, ikkita stenkamiz bor. Xo'p. Like, подписка и kommentariy esdan chiqmasin. Sondiqchasiga necha? Ruchkasi bor, shunday qo'yib beramiz. 4 eshiklik xo'p bo'ladi. Shkaf ham 2 ga bo'linadi. Har qatta ixcham u xonadan bu xonaga olib chiqishga ham zo'r. Tumbalari katta-katta ekan mana. Pufilari ham Pufigi bor, trimosi bor. Bir xonali kvartira yo'q bo'lmasa shunaqa kichkina nima deydi, spalnis kichkinalariga zo'r narsa ekan. Shkaf, divaniga yangi matraslar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu necha pul aka? Divan, shkaf, ikkita tumba, trimo и mana bonusga bitta stulchiga 3 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi ikkita stenkamiz bor. Kimda stenka bo'lsa mana shunaqa. Mana. Kimga kerak bo'lsa-di, kimda bo'lsa deb. Stenkamiz bo'linadi. Bu o'zi bo'linadi. 3 ga bo'lonyapti. 3 ga bo'linyapti. Bu tevasi ham shunday bo'linadi. Tevasi ham 2 ga bo'linib, mana shu turishi 5 ga ajralyapti xullas. Bo'ldi. Polisi yuklab beramiz, ular shuni joyiga qo'yib olsa bo'ladi. Joylashtirib olinadi, oson. Xo'p, buni narxi necha pul aka? 1,5 millionga beramiz. 1 million 500 ming so'm Toshkent zavod ishlagan. Defektlari yo'q, shuning Netgan joylari yo'q. Xo'p bo'ladi. Xo'p, endi orqasidagi avarni stenkani necha pulga beramiz aka? Buni 275 ga 225 bo'ladi. 275 ga 225. 3 ga bo'linadi. Tevasi 3 ga bo'linadi. Tay bitta bo'ladi. Tay bitta butun. Olib kirishga, olib chiqishga qulay bu ham. Buni narxi? Buni 1 millionga beramiz. Bu ham akril narsa bo'ladi. Akril narsa, narxi 1 million so'm. Ayni narsalar joyi yo'q. Ichilari ham, polkalari ham ayneli ekan. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? 1 million so'mga. Xo'p. Shu videoda oxirigacha ko'rganlarga tashakkurimizni bildiramiz. Kitobiga birordim. Tashakkur deb rahmat hammalarga. Like, kommentariya va obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Do'stlarga ham tarqatib qo'ysalaring, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telegram kanalimizni opisiyadan bemalol topishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga.